Всем здравствуйте. Demak, siz bilan keyingi mavzuni boshlaymiz. Числительныйdagi keyingi mavzu bu forma, shakli. Demak, forma числительного. Sonning formasi, son shaklisi. Demak, diqqat etasiz. Biz rus tilimizda forma числитель, demak, sonning shaklini ko'rib chiqamiz. E'tibor berasiz. Shakl degan tushunchaga e'tibor berasiz. Demak, bizda sonlar qanaqa shakllarga ega? Biz rus tilimizda sonlar 3 ta shaklga ega bo'ladi. Demak, bular qaysi? Bu простая, сложная va составная. Простая, сложная, составная. Bo'ladigan bo'lsa, demak, diqqat qilishlar. Tarjimasi простая oddiy, сложная murakkab va составная qo'shma. Diqqat qilishasiz, oddiy son bor, murakkab son bor va qo'shma son bor. Ajrashishning eng yaxshi varianti, demak, diqqat qilishasiz, bu yerda har bittasining shakliga e'tibor berishingiz kerak va diqqat qilishing. Miqdor kerak emas. Miqdorga qaramaymiz. Ya'ni ko'pchilik qiladigan xato tushuncha nimada? Ko'pchilik abituriyentlarda va studentlarda shunday xatolik bor, ya'ni o'ylashadiki, sonni простая yoki сложная yoki составная qilib olamiz, miqdoriga qarab. Miqdoriga qaramaymiz. Biz qaraydigan narsamiz bu nima? Biz siz bilan qaragan narsa bu o'z nomidan bilan forma, shaklga qarashimiz. Chunki qarang, ko'pchilik nima qiladi? Masalan, 10 desa, kichkina raqam, shuning uchun простая deyishadi. 100 desa, sal balandroq-ku, shuning uchun сложная deb o'rganishadi. Yoki million, ming desa, ular juda ham katta raqam-ku deb hisoblamaydi. Demak, diqqat qilasiz, biz bu yerda sonning miqdoriga emas, sonning shakliga qarashimiz kerak. Endi qani formulamiz qanday? Простая, diqqat qilasiz. Bitta osnovada bitta ko'rim bo'lsa, u простая bo'lar ekan. Bitta osnovada ikkita ko'rim bo'lsa, сложная bo'lar ekan. Bir nechta osnova bo'ladigan bo'lsa, u составная bo'lar ekan. Keling, misol ko'rib chiqamiz. Misol uchun 5 raqam degan bo'lsa, albatta mana bu cheksiz ketaveradi. Bir nechta ketaveradi. Demak, misol ko'rib chiqamiz. Misol uchun 5, e'tibor berasiz, 5. 100, 100, 1000, 1000. E'tibor bering, sonning miqdoriga qaramang. Son miqdori kerak emas. Biz faqat shaklga qaraymiz. Yoki masalan, oddiygina biz boshqa tarkibda million qo'shsangiz ham bo'ladi. Qarang, qanday ishlaymiz. 5 osnovada nechta ko'ring? Bitta. Demak, bu простая bo'ladi. 100 bitta osnovada bitta ko'ring. 1000 bitta osnovada bitta ko'ring. Tushundingizmi? Million osnova, million ko'ring. 40 osnova, 40 ko'ring. Tushundingizmi? Xo'p, endi сложныйga o'tadigan bo'lsak, сложный nima deydi? Сложная-da demak, diqqat qilishasiz. Misol uchun oladigan bo'lsak, 50 raqami. 50, demak 50. E'tibor berasiz. Bitta son tarkibida, 50 bitta son tarkibida nechta raqam ko'ryapsiz? Ikkita. Birinchi raqam 5, ikkinchi raqam 10. Tushundingizmi qanday ishlashda? Yoki masalan 500 deydigan bo'lsangiz, 500 bizda deyiladi 500. 500. Demak, e'tibor berasiz. Bitta son tarkibida 5 bor, tarkibida 100 bor. Tushundingizmi? Demak, diqqat bilan eshitib oling. Sizda agar son tarkibida ikkita raqam qatnashsa, ya'ni ikkita ko'rim bo'lsa, сложная. Bitta osnovada bitta ko'rim bo'lsa, простая va bir nechta osnovadan iborat bo'lsa, bu sizda составная ketar ekan. Oddiy misol, masalan qarang. 21. E'tibor berasiz. 21. 21 e'tibor beringlar. Bu yerda ko'ringga qaramaymiz, shunchaki. Birinchi osnovamiz, ikkinchi osnovamiz. Demak, nechta osnovadan iborat? Ikkita. Shuning uchun bu sizda составная ketadi. Tushundingizmi? Demak, esdan chiqarib qo'ying, sonning osnovasida, ya'ni sonning formasi 3 ta forma bor ekan. Простая, сложная, составная. Misol uchun oladigan bo'lsak, demak, diqqat qilishasiz, qarang. 40, 600, yozaman 7, 70,
4 misol uchun. И keling 4 ni o'zini olaman. Demak, e'tibor berasiz, mana sizda 5 ta raqam 40, 607, 74, keyin 4. Qiladigan ishingiz qaysi biri o'qiladi. Birinchi masalan 40 dan boshlaydigan bo'lsak, 40. E'tibor bering, основа 40. Nechta raqam qatnashgan? Bitta. Bitta osnovni bitta ko'ring. Demak, bu sizda простая bo'ladi. Tushundingiz? 600 deydigan bo'lsak, bitta osnovada ikkita ko'ring. 6 alohida raqam, 100 alohida raqam. Demak, bitta osnovada ikkita ko'ring. Ha, mana marhamat. Bitta osnovada ikkita ko'ring. Bu degani сложное. 7 bitta osnovada bitta ko'ring. Demak, bu bo'ladi простая. 74. 74. Bizga bu yerda ko'ring kerak emas. Chunki e'tibor nechta osnova ko'rdingiz? Ikkita. Demak, agar tagida bir nechta osnova bo'ladigan bo'lsa, bu sizda составная ketadi. Va 4 bitta osnovada bitta ko'ring, bu sizda bo'lar ekan простая. Tushundingiz-a? Demak, hurmatli obunachi, son formasida osongina mavzu. Demak, siz qiladigan ishingiz sonning miqdoriga emas, yerda aytyapman, son miqdoriga emas, основа ko'ring va osnovaga e'tibor berishingiz kerak ekan. Tushundingiz? Demak, bitta osnovada bitta ko'ring bo'lsa простая, bitta osnovada bir nechta ko'ring bo'lsa сложная va bir nechta osnova bo'lsa составная. Demak, hurmatli obunachi, Telegram kanalimizga obuna bo'ling, chunki Telegram kanalimizda bu mavzu bo'yicha alohida mashq berilgan. Sizda vazifangiz mashqni bajarib, bizga javoblaringizni yo'llang. Biz esa ularni tekshirib, o'z to'g'ri javoblarimizni sizga taqdim etamiz. E'tibor uchun rahmat.